xo'jayinim aytyaptilar-da, aytgan onlayn kurs o'quvchilarimizni to'yxonada katta qilib marosim qilib chaqiramiz degan deyaptilar-da. Xudo xolisa, xudo xolisa nasib qilsin, to'yxonada katta qilib o'quvchilarimizni, onlayn kurs o'quvchilarimizni ham chaqirib, shunaqa podiumni o'tkazaylik, marafonlar o'tkazaylik, xudo xolisa inshaalloh. Bu ham niyatimizda bor. Xo'jayinimdan chiqqan ideya. Xudo xolisa amalda ham qilamiz. Onlayn kursni so'rayotganlar uchun ham tez orada ochiladi. Offline kursimiz bo'lsa, xudo xolisa 15-iyundan ochiladi. Ko'zingiz nimaga qizargan deb so'rashinglar, bu aniq. Ko'zim allergichniy-da. Allergichniy bo'lgani uchun bunaqa changligi, boshqaligi qizarib ketadi. Mana qizargan ko'rasizlar, mazgina qizarib qolgan. Xavotir olmanglar, yig'lamadim, boshqa bo'lmadi, xudoga shukr. Anchadan beri yig'lamayapman, shunaqa. Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzimsizlar? Qaqa yo'q bo'lib qoldingiz Shahnoza, nima qilib yuribsiz deganlar uchun ketma-ket onlayn kursimni bir chetdan ko'rib chiqaman. Juddiyam ko'pchiliginglar onlayn kurs haqida so'rab yozyapsizlar. O'shaning uchun yana ochish niyatim bor. Tez oralada, tez kunlarda xabardor bo'lib turinglar. Ya'ni istoriyamni o'tkazib yubormanglar. Yana bitta narsa, ertaga bitiruvimiz. Buni bilasizlar. Iltimos qilaman, qo'llab-quvvatlab, reaksiyalar yuborib, duo qilib turinglar. Xudo xolisa ertaga yuzimiz yorug' bo'lsin. O'quvchilarimiz ketma-ket chiqishlarini men sizlarga ko'rsatib boraman. Keyin adminlarimga telefon qilib so'rayotgan ekansizlar, bitiruvga biz ham borsak bo'ladimi deb. O'zi o'quvchilarimiz ko'p, o'quvchilarimizning orqasidan keladigan odamlar ham ko'p-da. O'shaning uchun sizlarni taklif qilsam, to'g'risiz tiqilib qolishimiz mumkin, ya'ni sig'may qolishimiz mumkin. O'shaning voy, Zulfiya tkanidaman. Mana qaranglar, shunaqa zo'r mato oldim. Mana shu lyonnovoy materialdan oldim-da. Kombinatsiya qildik. Rosa chiroyli korичневый цветdan. Buni bolalarimga olaman. Bu yerda juda ham katta assortiment qilishibdi. Shunaqa yoqdi, har bittasida to'xtalib miyamda fasollarni o'ylab bir chetdan xudo xolisa mashinadan ham olib tikmoqchiman. Juda ham kачествоsi zo'r. Bular italyanskiy, dubayskiy har xil davlatlardan o'zligini brendlari asosida olib kelishadi. Mana ko'rib qo'yinglar, o'zim pulimga olmay, hech qanaqa reklama emas, to'g'rimi aka? Shunchaki yaxshi ko'rganim uchun va sizlarga tavsiya qilib aytibman. Zo'r kontent kutinglar, chotki qilib tikib qo'yaman. Shu yerdan olaman har doim materiallarimni. Juda ham zo'r. Nimaga xo'jayiningizdan olmaysiz materiallar deganlar uchun xo'jayinimdan ham olaman, конечно же. Bularda shunaqa paplinlar, ketma-ket, hammasi paplin, opa bu yerda. Mana 17-do'kon, do'yinlar bor, mana shu opamlar turib savdo qiladilar. Bemalol kelaverasizlar. Har xil gullari novinkalar kelgan, kelishtirib chiroyli qilib berasiz, xo'p? Havas Fashion Shahnozadan keldim deyishsa, 17-do'kon, eski Uyg'ur bozor. Mana bu do'yinlar, opa. Kupra do'yinlar. Ana, kelishtirib chiroyli narxda qilib berishadi, kelaverasizlar. O'zimizda bop zo'r materiallar shetda xo'jayinimning do'konlarida. Assortiment bomba va shuncha ko'p. Eng asosiysi o'zimizda olib keltiramiz-da buni. Mana isboti bilan hech qayerdan borib yugurib olib kelishmaydi. Именно chet eldan привозной o'zimizda olib kelamiz mana. Juda ham ko'p materiallar. Shunaqa gap, kelaverasizlar. Xuddi shu Uyg'ur bozor F86-do'kon oxirgi 5-qatorda Ayjonimning do'konlari. Bu yerda Oybek turadilar. Ko'pincha asnoda o'sha odamni tanib olinglar. Oybek Uyg'ur Bozorskiy desa hamma biladi. Assalomu alaykum. Ayjon, yaxshimisiz? Ana. Yaxshimisan? Zo'r, xudoga shukr. O'zingiz ham yaxshimisiz? Qizingsiz? Yaxshimisiz? Zo'r. Meni yuragimni siqib qo'ysanglar. Xo'p. Ana shunaqa chiroyli materiallar bor. Bular ham o'zlari olib keltiradilar. Привозной, основной однотонныйlar, keyin mana shunaqa вышивкалиlar bor. Bu yerda ipaplin gullilar ham, yengilliklar, konditsionerlar kelgan. Shoyi sholkovый ipek, haqiqiy ipek bular, вообще yumshoq. Arzon narxda beradilar. Bularga ham men nomdan aytsanglar. Ana reklamaga pul olmayapman, hech kimni aytib qo'ying. Kelaverasizlar. Material olaman. Material olib yuraman. Короче, bundan bering deb boshlasam.